Diqqat! Bugun siz eshitadigan ma'lumot oddiy tushuntirish emas. Bu har bir insonning kelajagi, daromadi va hayot sifati bilan bevosita bog'liq bo'lgan muhim haqiqatdir. Agar siz bugun bu masalaga e'tibor bermasangiz, ertaga kech bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Siz Tezkor axborot kanalidasiz. Bugungi mavzu O'zbekistonda pensiya miqdori nimalarga bog'liq va u qanday hisoblanadi? Ko'pchilik bu jarayonni murakkab, tushunarsiz va faqat mutaxassislar biladigan tizim deb hisoblaydi. Ammo aslida asosiy qoidalar oddiy va aniq. Faqat ularni to'g'ri tushunish kerak. Avvalo, yoshga doir pensiya tayinlanishi uchun asosiy talablar mavjud. Erkaklar uchun pensiya yoshi 60 yosh, ayollar uchun esa 55 yosh etib belgilangan. Shu bilan birga, erkaklar kamida 25 yil, ayollar esa kamida 20 yil ish stajiga ega bo'lishi lozim. Bu eng asosiy shart hisoblanadi. Ammo savol tug'iladi. Agar inson bu talabga to'liq javob bermasa-chi, masalan, ish staji yetarli bo'lmasa nima bo'ladi? Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, agar kamida 7 yil ish staji mavjud bo'lsa, fuqaroga to'liqsiz pensiya tayinlanadi. Agar 7 yil ham bo'lmasa, unda pensiya emas, balki nafaqa beriladi. Bu juda muhim farq. Endi eng muhim savolga o'tamiz. Pensiya miqdori qanday hisoblanadi? Pensiyaning asosiy qismi bu tayanch miqdor. U so'nggi 10 yil ichidagi eng yaxshi ketma-ket 5 yillik ish haqining o'rtacha miqdoridan olinadi. Va aynan shu o'rtacha ish haqining 5 dan 5% pensiyaning boshlang'ich summasini tashkil qiladi. Lekin bu hali hammasi emas. Agar siz talab qilinganidan ortiq ishlagan bo'lsangiz, har bir ortiqcha yil uchun yana 1% dan qo'shimcha qo'shiladi. Ya'ni, qancha ko'p ishlasangiz, pensiyangiz shuncha oshadi. Bu yerda yana bir muhim jihat bor. Ko'pchilik o'ylaydiki, agar ularning maoshi juda yuqori bo'lsa, pensiya ham shunga mos ravishda juda katta bo'ladi. Ammo amalda bunday emas. Chunki pensiya hisoblashda maksimal chegara mavjud. Bugungi kunda pensiya hisoblash uchun oylik ish haqi bazis hisoblash miqdorining 12 barobaridan oshmasligi kerak. Ayni paytda bu maksimal miqdor taxminan 5 million 652 ming so'm atrofida belgilangan. Ya'ni agar siz 8 million yoki hatto 10 million so'm maosh olgan bo'lsangiz ham, pensiya hisoblashda faqat shu maksimal limitgacha bo'lgan summa inobatga olinadi. Endi bu tizimni hayoqiy misollar orqali tushuntirib beramiz. Tasavvur qiling. Dilmurod Davlatov ismli fuqaro 32 yil davomida Surxondaryo viloyati Boysun tumanidagi maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan. U pensiya yoshiga yetdi. Uning oxirgi yillardagi eng yaxshi ketma-ket 5 yillik o'rtacha oylik maoshi 4 million so'mni tashkil etadi. Bu summa maksimal chegaradan oshmaydi. Shuning uchun to'liq hisobga olinadi. Endi hisob-kitobga qaraymiz. 4 million so'mning 5 dan 5% bu 2 million 200 ming so'm. Bu uning pensiyasining asosiy qismi bo'ladi. Ammo Dilmurod Davlatov talab qilingan 25 yil emas, balki 32 yil ishlagan. Ya'ni unda 7 yil ortiqcha ish staji mavjud. Har bir yil uchun 1% dan qo'shilsa, jami 7% qo'shimcha hosil bo'ladi. Natijada uning pensiyasi taxminan 2 million 480 ming so'mga yetadi. Endi yana bir misolni ko'rib chiqamiz. Mavluda Aliyeva 35 yil davomida ishlagan. Uning maoshi yuqori bo'lgan. Hatto ayrim yillarda o'rtacha daromadi 8 million so'mga yetgan. Ammo yuqorida aytganimizdek, bu yerda maksimal limit mavjud. Shuning uchun 8 million emas, balki 5 million 652 ming so'm hisobga olinadi. Endi hisoblaymiz. 35 yil ish staji bu talab qilinganidan 15 yil ortiq degani. 5 dan 5% asosiy miqdor va 15% qo'shimcha bilan jami 70% hosil bo'ladi. Bu esa taxminan 3 million 956 ming so'mni tashkil etadi. Bundan tashqari, Mavluda Aliyeva
O'zbekistonda xizmat ko'rsatilgan o'qituvchi faxriy unvoniga ega. Bu esa unga qo'shimcha ustama beradi. Ushbu ustama bazis hisoblash miqdorining 1,6 barobariga teng bo'ladi. Ayni paytda bu taxminan 659 ming so'mni tashkil etadi. Natijada uning umumiy pensiyasi 4 million 615 ming so'm atrofida shakllanadi. Endi o'ylab ko'ring. Ikki inson ham uzoq yillar ishlagan, ammo ularning pensiyasi turlicha. Nega? Bu savol juda muhim, chunki bu yerda faqat ish staji emas, balki oylik daromad, maksimal chegaralar va qo'shimcha imtiyozlar ham katta rol o'ynaydi. Yana bir savol tug'iladi. Nega yuqori maosh olganlar ham to'liq daromadidan kelib chiqib pensiya olmaydi? Bu tizim adolatlimi yoki kayra ko'rilishi kerakmi? Yoki yana bir muhim savol. Oddiy fuqarolar bu tizimni oldindan bilib, o'z kelajagini rejalashtiryaptimi? Chunki ko'pchilik faqat pensiya yoshiga yaqinlashganda bu haqda o'ylab boshlaydi. Ammo o'sha paytda ko'p narsani o'zgartirish kech bo'lishi mumkin. Shu o'rinda yana bir muhim yangilikni eslatib o'tamiz. 2025-yil 1-martdan boshlab pensiya tizimida yangi tartib joriy etildi. Endilikda pensiya yoshiga yetgan fuqarolarga pensiya avtomatik ravishda, ya'ni proaktiv usulda tayinlanadi. Bu esa ortiqcha hujjat topshirish va navbat kutish kabi muammolarni kamaytiradi. Bu yangilik qanchalik samarali ishlaydi? Barcha hududlarda bir xil darajada joriy etiladimi? Bu savollar hali ochiq qolmoqda. Xulosa qilib aytganda, pensiya miqdori bir nechta muhim omillarga bog'liq. Ish staji, oylik daromad, maksimal limitlar va qo'shimcha imtiyozlar. Har bir fuqaro bu tizimni tushunishi va o'z kelajagini oldindan rejalashtirishi zarur. Chunki bugungi qarorlar ertangi daromadingizni belgilaydi. Siz bu tizim haqida qanday fikrdasiz? Sizcha pensiya hisoblash tartibi yetarlicha adolatlimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Va eng muhimi, bu kabi muhim ma'lumotlardan xabardor bo'lib borish uchun Tezkor axborot kanaliga obuna bo'ling.